Men Almaty bayliman. Bekat tumani Ezgulik mahallasida yashayman. Xo'jayinim 15 yil insul bo'lib qoldi. Bir joyda yotib, o'shandan keyin men yurak ishemiya kasali bo'ldim. Infarkt oldim 2 marta. Qiynalganimiz o'sha bo'ldi sababi. Xo'jayinni boqishda, nima qilishda, dardarmanda qiynalib yashadik-da. Endi uyimda bitta mol qolmadi, boshqa qolmadi. Hamma narsamiz o'sha doktor lecheniyaga o'shanaqa narsaga ketdi-da hammasi. Shunday qiynalib turgan vaqtimizda ijtimoiy ximiya agentligidan uyimizga keldi. O'zlari to'satdan o'zim hayron bo'ldim kelganlariga. Bu qayoqdan bu odamlar tanimasam, bilmasam deb. Opa dedi, sizga dedi, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, davolatamiz dedi. Sigir olib kelib berdi, ona bola sigir. U sigirim yana bitta bolali bo'ldi, bitta sigir, 2 sigirim 3 ta bo'ldi. O'zimizni sut qatig'i bilan ancha o'zimizni tikladik. Keyin issiqxona qurib berdi. Issiqxonada mana ko'chaklarigacha olib kelib berdi. Parmigimiz rosa zo'r bo'ldi. 3-4 marta haqiqatan sotdik, o'pdim. Hosilga kirdi. Hozir ham sotyapmiz. Oldingidan ro'zg'orimiz tiklandi-da. Men u kim ekanligini ham tanimayman ularni. Qabilasini ham, otini ham bilmayman. Lekin yordam qo'lini so'zdi qiynalib o'tirganimizda. Nevaralarimni bog'chaga joylashtirdi tekinga. O'zlari to'satdan keldi, yordam qo'lini so'zdi. Oilam qaytadan tiklandi. Kelinimizga, endi kelinimga ham davlat 30 sotik joy berdi. O'shandan foydalandik, petrushka ekdik. Bunaqa narsani haqiqatan hech qachon kutmaganman men. Tomorqaga kartoshka ekdik, 1 tonnadan ortiq kartoshka oldik. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shu kelayotgan, bizdan xabar olayotgan, mana shunday bizga yordam qo'lini so'zgan rahbarlarga ming rahmat.